O'rtoqlar, hammaga xayrli tong. Tinchmisizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Charchamayapsizlarmi? Biz hozir mana zavtrakka tushdik ertalabdan. Mana gastitsamizni vidi. Ko'rib baho berasizlar. Ko'p palmalar, basseynlar, dunchalar, lejaklar, mana bitta bar. Gastitsamizga kirib o'tib yo'qdi. Hozir zavtrakka chiqamiz. Nimalar bor ekan ko'ramiz. Xon palezon. Staqanadir. Bitta guruch. Lamon. Bunaqadir kolbasalar, sosiskalar. Bitta pomidor, bodring, tarvuz, svejiy, ananas, jemlar har xil. Bitta non, toster, har xil mana choylar, 6-7 xil shakar, jus, mana nega xlopya ekan. Xlopyalar ham bor ekan. Sut, xlopya, hamma narsa bor ekan. Mana o'rtoqlar, sizdan zavtrakimizni boshlab oldik. Bu tovosi zo'rda, nam. Chang yo'q birinchidan. Yangi Bemalol nafas olasizlar. Bunaqa palmalar. Bugun aytgancha akang aniqaga boramiz. Plajlarga boramiz. Plajlarni ko'rib, aylanib, yechib cho'milib, mazza qilib videolar qilamiz. Videoni ko'rishda davom etinglar, like, komment, repost qilinglar. Podpiska qilishni unutmanglar. Xudo xolisa bizdan yangi zo'r videolar chiqib boradi. O'rtoqlar, atmosfera просто бомбический. Launch muzika qo'yib qo'yishdi, jazz takoy. Mazza qilyapti odam, ayniqsa mana bu juice bor, tabiiy ekan. Ananas so'ki. Yomon yoqdi, lekin muzdekkina bor, tomoqdan shunaqa o'tyapti. o'totimiz qilib Luq deb o'tyapti bor. Vau, aka yangi tushgandek bo'lman. Gap yo'q. Tailandliklar malades. Odamga qanaqa tadqiqot qilishni biladi bular bor. Qanaqa kutib olishni biladi. Bunaqa kutib olgandan keyin qanaqa qaytib kelmaysizlar bu yerga. Kelasizlar, по-любому kelasizlar. Yassig'idagi tiqqanlarni hammasini olib chiqib, olib berib, mana Tailandga jo'natinglar deb borish kerak edi. Kelib borish kerak onasini ham. Dam olib ketish kerak. Qorin to'ydi. Ham ketdi. Endi yotib uxlaymiz desam, yo'q. ana jang tugadi, juda ham kuchli jang bo'ldi ishqilib. Qilichlarim sinib ketdi. Ketdik. Ketdik. Kontent olamiz. Hozir narsalarimizni xonadan olib chiqib, biz qayerga ketamiz? Plyajga. Yana bir bor assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Biz hozir mana ko'chaga chiqib oldik, zavtraklarni qilib. Hozir xudo xolisa plyajga ketyapmiz. Vloglarimizni yana davom ettiramiz. Xudo xolisa sizlar podpiska tashlashni, like bosishni, komment yozishni unutmanglar o'rtoqlar. Zo'r videolar hali oldinda. Xudo xolisa hali voqli ertalabdan chiqib oldik. Kuni bo'yi videolarni bosib olamiz sizlar uchun. Mana Tailand ko'chalari. Hozircha odam kam, chunki ertalab soat 8. Bular emas, endi ko'proq turistlar hozircha dam oladi bu yerda. Asosiy xalqi mana g'imirlab ishlab yuribdi, tailandliklar. Atak turistlar dam oldi hali. Bu yerda ko'pchilik turistlar, o'rislar ayniqsa ichib olib ko'p haydaydi bayklarni. O'shaning hisobiga avariya ko'p bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha mashina olganinglar yaxshi. Keyin bayk olsanglar, baykka hozir juda qattiq qarayapti. Mentlari, gaylari pravalarni tekshirishyapti, litsenziyalarni tekshirishyapti. Chunki avariya ko'p, haqiqatda kecha o'zimiz ham guvoh bo'ldik, ko'zimizdan oldi. Qars etib bitta soldi.
ketayotgan joyida bittasini urdi. Tekis ketayotgan joyida urdi. Menimcha ichib olgan edi yo chakib olganda. Chunki bu yerda ruxsat bor. chakishga, ichishga qotib kayf qilsangiz bo'ldi-da, xullas. Hamma narsaga ruxsat bor pashti. O'shaning uchun gaylar qattiq qaryapti hozirda. Bayk olishda ehtiyot bo'lasizlar. Lutfi olmaganinglar yaxshi, mashina olgan yaxshi undan ko'ra. Ham avariya bo'lsa ham страховкалari bo'ladi, ham sizlarga zarar yetishi kamroq. Xullas, mana bunaqa tuk-tukchalar bor. Tuk-tukchalar arzon, 5 kilometrgacha yuradi, по-моему. Undan u yog'iga yurmaydi, lekin juda ham arzon, tez yuradi. Muzikalarni ham baland qilib qo'yib beradi, настроениyalarni ko'tarib, mazza qilib qarochi yuraverasizlar. Taksi rolini mashina o'ynaydi. Atak mashina olsanglar ham bo'ladi. Yo mashina, yo mana shu tuk-tukchalar zo'r variant. I Grab bor bu yerda, Grab taksi. Grab taksi ham zo'r variant. I InDrive degan приложениyasi bor, bizning Yandexga o'xshagan. InDrive приложениyasi ham juda arzon taksi, bemalol chaqirtirib yursanglar bo'ladi. Shu bilan xudo xolisa videolarni yana davom ettiramiz. Ko'rishda davom etasizlar. Mana o'rtoqlar, biz hozir kecha kechqurun kelgan joyimizga yana keldik. Akani bo'yidamiz. Mana kechqurun shu yerda edik. Bugun kunduzgi ahvoli, kunduzgi ko'rinishi ko'rib baho berasizlar. Mana okean. Odamlar mazza qilib o'zi yugurishni boshlashdi, cho'milishni boshlashdi. Mana bu yerda katerlar turibdi. Katerlarda bemalol pulga aylanishingiz mumkin. O'zbekistonga o'tkazib, aylantirib, qatlandirmaslarni ko'rsatib, dam oltirib kelishadi. Narxini bilmayman, xullas. Menimcha shu 200 bahtdan boshlansa kerak. Yana bilmadim. Suv qaytgan, atlif. Hali qaytib kelmagan bu yoqqa, sohilga. Ma'murlar toshli joylar. Videolarda ko'rgandim, suv mana bu yerda bo'ladi, o'zi вообще-то mana bu yergacha keladi. Hozir suv qaytib ketgan. Mana bu toshlar juda ham chiroyli ko'rinardi. Odamlar mana bu yerda turib videolar qilishardi. Hozir suv mana bu yergacha qaytib ketib qolibdi. Ancha qaytgan, lekin bir 200 metrcha qaytib ketib qolgan. Mana bu toshlar ham ancha ochilib qolgan. Hozir kirib mashina atroflarida yurib ko'ramiz. Такой qanaqa ekan o'zi botlar. To'g'risi botlarda bunaqa joylarda bo'lganman, lekin Puketda yana bir bor aytaman, Puketda birinchi marta bo'lishim. Odam ancha sog'ingan. Bu joylarni juda ham zo'r joylar, juda ham go'zal joylar desa ham bo'ladi. Kelishinglarga juda ham arziydi botlar. Kelinglar, dam olinglar shunaqa joylarda. Miya dam oladi, relaks bo'ladi, mazza qilib ko'ngil yozib, miyani dam oltirib ketasizlar. Hozir mana videolarni yana davom ettiraman, mana ko'rasizlar. Boyagi kanal bor edi, shahar ichida ham bitta Sassuv kanal bor edi. O'sha Sassuv kanalni qayerga quyib yuboradi desam, okeanga quyib yuborar ekan. O'sha Sassuv kanal kelib, mana bu yerga qo'shilar ekan. Chunki o'sha hidi chiqyapti mana bu kanalni boyagi o'sha. Mana shahar bamitida bundoq plyajga o'tirishdi, kanal bor edi. O'sha kanal Axlat kanali edi, sasiyotdi. Menimcha kanalizatsiyani ham по-моему shu yerga qo'yib yuborsa kerak, chunki yomon sasiyotdi-da, juda ham qattiq sasiyotdi. O'sha kanal mana shu yerga oqib kelar ekan. Mana o'rtoqlar. Okean toshlari. Menimcha bular koral bo'lgan shekilli qurib ketibdi. Mana jungli qushlar sayrashini qaranglar. Anta kimdir chig'anoqmi, nimadir ovlayapti. Sepka bilan. Baliqchilar. Xullas mana vid, okeanning ko'rinishi, sohil, odamlar. Mana o'rtoqlar, boyga ketayotgan kanalim mana shu bo'ladi. Kata
Plyajga kirib keturishdi. Mana shunaqa most orasida kanal turibdi. Yomon sassiq ekan, lekin har xil axlatlarni mana shu yerdan oqizib yuboradi palmoni. To'g'ri okeanga kirib ketyapti. Siqirti suv. Hozir biz Karta beachdan chiqib, yonidagi plyajga ketyapmiz. Kartadan qaruvdim, otini ko'rsatmadi, lekin bu yerda ancha katta plyaj ekan. Hozir borib, bu yerda ham obzor qilib ko'rsatamiz, xudo xolasa. O'rtoqlar, eshityapsizlarmi? Такой необычный qush ovozi o'zi ko'rinmayapti, lekin такой tropический qanaqadir необычный qush ovozi eshitilyapti. O'tdan beri sayryapti. Jim bo'lib qolsizlar. Короче, mana bu yerda otellar har xil, hammasi plyajga yaqin otellar, hammasi qimmat bo'ladi. To есть sal qimmatroq bo'ladi, chunki plyajga yaqinligi bo'lgani uchun, ham sohil ko'rinib turgani uchun sal qimmatroq bo'ladi. Bizning otel sal ichkariroqda. Bu yomon otel emas, bizniki ham. Faqat sal narxi arzonroq, chunki plyaj ko'rinmaydi o'tdan, plyajga lekin yaqin. Keyin bu yerda har xil mana bunaqa nastroy belgisini ko'rishingiz mumkin. Ha? Ha, mana nastroylar esa ko'p. Короче, bu yerda настроение yo'q, kunni o'zi yo'qda, короче. O'sha kirasizlar, soqqasini to'laysizlar. Shundan chiqib, ko'tarib, mana chakib turasizlar mana. Good, brat. Soqqasini to'lab, xullas, olib bemalol nastroy ko'tarib olib, qizlarga gap otib, plyajlarda qizlarni o'rab, aylanib yursanglar bo'ladi. Takoy qizlarning o'zi ham bor, bu chakib olar ekan. Chakib olib, basharasiga qarab turar ekan bor. Kecha ham 2-3 tasini ko'rdim. Chakib olgan. Basharaga qarab turishibdi. Keyin har xil bunaqa bozorchalar bor, magazinchalar bor. Yo'llarning yuzi to'la kafe. Qorningiz ochsa bemalol kirib ovqatlanib, taqir-tuqir mana bu yerda ham shunaqa nastroychik joy ekan. O ichidan bor hidi chiqib ketyapti, bilasizmi? Yo'q, bu yerda puli bor odam maza qilib yashayotgan, och qolmas ekanda mana. Ha, bu yerda puling bo'lsa bo'ldi, ray короче. Любой joyda kayf qilsa bo'ladi anu. Kayf qilgan maza qilib yashasa bo'ladi. Любой точкасida. Da. Bu yerda faqat puling bo'lsa bo'ldi. Mazza короче. Men to'g'risi o'zi ketkim kelmayapti, bor. Endi nastroy uchun emas. Просто o'zi menga o'zi plyaj bilan okeanni o'zi yetadi menga. Nastroy. Biz manzaradan nastroy qilamiz. Manzarani ko'rib Manzarani o'zi yetadi bizga, nastroychik tak. Shu o'zidan uchiramiz biz. Bizga nastroy shart emas. Nastroyimiz bor. Mana bunaqa spa salonlar, massaj salonlar bor, juda ham arzon. 300 baht oddiy tay massajlari. 300 bahti bu $10 ham bormaydi. 90 ming, 80 mingga yarim soat chotki massaj qilib qo'yishadi. 25 minut, yarim soat mazza massajlarni olib, relaks qilib, dam olib yotsanglar bo'ladi. Nima desa bo'ladi? Chunki massajlar ham o'zi kerak-da. Bizda bor qimmat. Okay. Bizda bor qimmat. Juda ham qimmat. Keyin spa salonlarda bizga ko'pida, go'p-so'plar bo'verganiga odam sal g'alati-da o'tga borish. Ha, bu yerda bemalol. To'g'ri niyatda ham borib bo'lmay qoldi hozir. Ha, bu yerda bemalol xohlaganingcha borasan, bemalol kirib, arzon eng qizig'i. O'zi eng qizig'i shu narxida-yu. 90 ming, 80 mingga kirib, yarim soat haqiqiy tay massajini olsanglar, badan ham mazza qilib boradi. Aynan. Bularning massaji lekin haqiqatda boshqalarnikidan ajralib turadi. Boshqa chet ellar. Mana yana nastroy kannabis. Hammasidan bor ko'rish, har xil turidan. Xullas, bularning massajlari realniy massajda. Odam realniy mazza qiladi. Olmagan bo'lsanglar, xudo xolisa kelib qolsanglar, kirib, обязательно tavsiya beraman, kirib massaj olinglar bulardan. Massajlari zo'r bo'ladi. Yana nima desa bo'ladi? Bu hozir baribir ko'chada odam kam. Odam kam chunki ertalab soat necha bo'ldi?
soatimizni 10 bo'lyapti, lekin odam kam. Bu yerda turistlarning uyg'onishi sal qiyinroq. Ko'pchilik ham birinchi ertalab plyajga boradi, plyajda dam oladi. Plyajdan chiqib keyin obedga borishadi, ovqatlanishadi. Ovqatlangandan keyin yana qanaqadir har xil to'garaklarga, yoga, poga, massajlarga borishadi. Keyin o'tlardan chiqib xullas diskoteka, klublar ochiladi o'sha. Keyin u yog'i tungi hayot, ertalabgacha diskoteka, psikotekalarda dam olib, xursandchilik qilib, qotib, короче, nastroyda kirib uxlashadi-da. Azonda ertalab uxlab, yana shu 9, 10, 11 chiqib yo'rishadi. Xullas hayot bu yoqda shunaqa. Kechasi bilan основной kechasi. Obedga yaqin hayot boshlanadi, kechqurun diskotekalar bo'lib, ertalab asonda uxlab, ertalab yana 10, 11 da turib, 9, 10, 11 da turib, plyajga borib hayotni davom ettirishadi. Bu yerda keyin tatuirovkalar, ko'p tatuirovka xonalar. Chunki bu yerga основной o'ris, yevropaliklar kelgani uchun ular tatuirovkani основной o'sha yevropalik, o'rislar ko'p qo'ydirgani uchun bu tailandliklar bu yerda o'sha nima deydi, tatu orqali yaxshi pul ishlashadi. Ya'ni o'sha kasb qilib olishgan, yaxshi daromad keltiradigan kasb qilib olishgan. O'shaning uchun tatu xonalar ham juda ham ko'p. Mana misol uchun bitta tatu xona. Yana qanaqadir hozir 5-10 metrdan keyin yana kelib qolishi mumkin. Tatu xonalar juda ham ko'p. To'g'ri aytibdi. Asljon. Mana taqir-tuqur, vang'ir-vung'irlar sal bizani ovozimizni eshittirishga xalaqit beryapti. Xudo xolisa, hozir plyaj sal tinchroq, plyajdan yana videolar qilamiz. Videoni ko'rishda davom etamiz o'rtoqlar. Podpiska, like, komment yozishni esdan chiqarmanglar. Biz sizlar bilamiz, sizlar ham bizlar bilan bo'linglar. O'rtoqlar, mana keyingi plyajimizga keldik. Bu plyajimizning oti Karon. Katadan ancha katta. Biz Katani katta plyajida edik. Hozir u yerdan chiqib Karonga keldik. Mana bu yerda Karonda qumi sal zo'r ekan, bu yerda qanaqadir boshqacha, ancha yumshoq Katanikiga qaraganda. Oqroq, qanaqadir paxtaga o'xshaydi. Keyin bu qum ozgina ovoz chiqardi deyishardi. Mana plyajimizda. Bu yerda odam ko'proq. Plyajni o'zi ham katta ekan ancha. Juda ham katta. Kattadan kattaroq ekan. Bu yerda menimcha qariyalar ko'proq ekan. Kattada. Yoshlar ham bor. Ko'proq qariyalar ko'zga tushyapti. Mening ham soatim bor-ku, Apple Watch'im sal jon kirib qoldi bunga. Toshkentda vashim yurmayman deb mashinada yurganim uchun bu yerda peshkom yurganimga tiringlayapti boydan beri. Xullas, bu yerda hozir kataga o'xshab to'lqinlar bu yerda ham bir xil почти, unaqa katta emas. Odamlar mazza qilib cho'milyapti. To'g'risi obzor qilishga gapim qolmayapti. Chunki bu faqat o'zingizlar ko'zinglar bilan kelib ko'rib tomosha qilmasanglar, men qancha maqtamasam, qancha gapirmasam ham sizlarga bu yerda tabiiy atmosferasini yetkazib bera olmayman. Chunki bu yerda shunaqa atmosfera odam mazza qiladi bor-ku. Haqiqatdan dam oladi bor-ku. Mana boyga aytayotgan narsa qumi qanaqadir qilardi ba'zan. Mana. Keyin bu yerda atliv pastroq bu yerda, suv ko'proq ekan. Hali atliv joydan tozaroqmi? Qarang, buni saltanroq. Tenuroq, plyaj o'zi ham tozaroq qanaqadir. Musurlar kam. Ha? Boylarniki bo'lsa kerak-da. Yo, boylar, ha. Bu yerga yaxshiroq qarashadi-da, chunki taylilarni o'zi tozalab, yoqib turishsa kerak, chunki kattada sal musor ko'proq edi, axlat ko'proq edi. Keyin sal qanaqadir hid bor edi, o'tda, bilding? Anima hidi? Kattada o'sha vanuchi, sasiyotgan kanalli hidi bor edi, ozgina. Bu yerda qanaqadir haqiqiy okean, toza havoni hidi kelyapti. Bugun emas, kecha yegan ovqatimizni hidi kelyapti, chunki men o'ylayman bu yerdagi shu balni xodni qo'ydim.
Men Toshkentda bitta narsa aytaman, davleniyam ko'tarilib ketsa tushmayotdi. Bu yerda dori bori, oxiri ukol oldim yaqinda. Men kecha davleniyam ko'tarilib ketdi, bu yerda ko'chani chiqib aylanganim o'zida borib boshim qo'yib yubordi-da, qanaqadir. Borib haqiqatda borib Tailandcha, relax shahrida, relax davlatida. Kelib, bu yerda odamlarni ko'rib, prosta plyajlarni o'zida aylanib, bozorlarni aylanib, ko'chalarni aylanib, tomosha qilganinglar o'zida odamni miyasi yozilib ketadi, bor qanaqadir. Nastroyeniyalari ko'tarib maza qiladi. Nima deding, bratishka? Bu birinchi marta men misol uchun bunaqa Nima? bu вообще shokda hozir men birinchi marta bu kelyapti. Men o'zi kelganman bu yerga. O'shancha hozir bundan so'rayapman. Nima bo'lyapti o'zi ichingda? Ichimda yengilman. Ben ichiklarim polni, badanni o'zi yengil to'g'risida. Bel og'rirdi ozgina menda, to'g'risi Toshkentdan qo'ygan belim ozgina og'ridi. Qisildirdi nondoq qilsam. Hozir unaqa narsa bo'lmayapti. Unaqa narsa bo'lmayapti ham. Badan maza qilyapti, havosi ham bir qanaqadir toza. Конечно toza bo'ladi. Mana bu yerda tuzli suv turibdi, okean turibdi. Конечно toza bo'ladi. Yengil havo bo'lyapti. Nafas olish yengillashadi baribir okeanning oldida. Havo alishtirib turish kerak. Endi bizani ana chorvoga chiqib havo alishtirish, u havo alishtirishga kirmaydi o'rtoqlar, to'g'risi. Chunki u yerda birinchidan narxlar bilmayman qayerdan olishgan, u dachachilar Tailanddan kelganmi nima balo. Narxlar vashchi qimmat birinchidan. Ikkinchidan unaqa ko'p dam ololmaysiz u narxga. Keyin u yerda baribir havo alishtirdim deganingiz bilan shaharga yaqin, u yerda baribir havo unaqa toza emas. Realni mana bunaqa okeanlarning oldida havo realni toza bo'ladi, chunki okeanning suvi sho'r birinchidan, ikkinchidan bu yerda beskонечный suv turibdi, ko'rib turibsizlar. Havo по-любому toza bo'ladi. Mana bu yerdan har xil gazlar mana ko'rinib turibdi, bu yerda ham havo unaqa toza emas. Bu по-любому bu yerda toza-da, ancha toza. Bizanikiga qaraganda ancha toza. Shuning uchun yana bir marta aytaman, maslahat beraman, kelib, ad-dushi kelib dam olinglar, o'rtoqlar. Qanaqa bo'lmasin, o'zinglar uchun pul yig'ib, to'g'rimi? To'g'ri. O'zinglar uchun pul yig'ib kelishinglarga arziydi, o'rtoqlar. Kelinglar, maslahat beraman, dam olinglar. Maza qilib, esdaliklar qilib ketinglar bu yerdan. Bir umr esinglardan chiqmaydi o'zinglar uchun. Lekin yana bitta narsa aytaman, kelsanglar kasal bo'lib qolasizlar aytib qo'ying. Shamol olib ketdi bu yog'iga. Mikrofonimizdan urib yordi bo'lmaymi? Mikrofonimizdan urib yordi. Kelinglar, bitta narsa aytaman, faqat kelganinglardan keyin kasal bo'lib qolasizlar, yana kelaman deb qolishinglar mumkin. Shuni bilan ogohlantirib qo'yaman faqat. Yana kelaman emas, qolib ketaman deb janjal qilishadi. Qolib ketaman deyishim. Pul topolmay, qayerda yana shuncha ko'p pul topsam bo'ladi. Butun umr qolib ketadi. Yo, pul topiladi ukam. Главныйsi желание bilan yaxshi niyat bo'lsa bo'ldi, Xudo xolisa keladi hamma. Hammada pul topiladi. O'rtoqlar, mana okean. To'lqin. Suvga tushib ko'ramiz hozir. Atak to'lqin kuchayib ketdi. Men suvga tushaman degan. Asl tushayotganda atak normalniy edi. Suv sal sovuqroq, bir to'lqinni qaraydi, to'lqinni qaraydi. Suvni gradasi bor, odamni qituvlaydigan darajada bor. Mana bu to'lqinni qaraydi. Kayf. Uje sachraganni o'zida og'zimga bor, suv sachraganni o'zida sho'rligi bilinyapti. Bor, mana to'lqinni qaraydi. Oyoq tegi bor, yumshoq qum. Kattada tushib ko'rganimizda ozgina oyog'iga nimadirlar botdi, mencha karal bilan tosh botdi shekil. Kayf. Atak bu yoqda zo'r ekan. Yumshoqqina. Hozir tuzada turibman. Suv vahshiy yoqimli darajada gradusi. Bilmayman necha, lekin takoy bir 25-26 daraja по-моему. Chunki havoning o'zi bir 29 larda. Men to'lqin kamaydi. Menimcha qaysidir kater to'lqini keldi shekil. O'rtoqlar, kelinglar, okeanga dam olamiz, cho'milamiz. Hozir men kameramni qo'yib kelib, birpas cho'milaman.
Kayf. Adak to'lqinga qarshi surishmaslik ekan. To'lqinga mana bu kutib olish bor. Kayf. Nima deydi? Bu narsani o'rtoqlar alishib bo'lmaydi hech narsaga. Borku. Kayf, kayf. Kamerani qo'yib kelib, maza qilib o'zim bir cho'milib olay. Keyin yana gaplashamiz, ha? O'rtoqlar yana bitta narsani eslatish esimdan chiqibdi. Ha, suvni tinuvligini gapiraman, o'rtoqlar, suvni tinuvligini qaranglar. Березовый boru, billurdek toza. Короче, прозрачный boru. Shunaqa toza. Teylari ko'rinib turibdi. Mana. Vashshe maza suv. Top toza. Yana to'lqin kelyapti. Kayf. To'lqin bir yo'q bo'lib qolyapti, bir paydo bo'lib qolyapti. Bir tinchib qolyapti, keyin yana paydo bo'ladi. Maza. Mana yana sal ichkariroq keldim. Bu yerda ham suv toza. Mana. Prozrachniy. Top toza. Teylari shuni ko'rinib turibdi bor. Даже mayda toshlargacha ko'ryapman. Ani katada bilmadim. O'tda tushib ko'rmadim. Asl toza dedi o'tda ham. Qanchalik toza bilmadim. Bu yerda lekin Karonda ancha toza ekan suv. Mana hozir mana shu turishda bo'y baravar kelib turibdi. Atak u to'lqin kelsa ko'mar ekan. Hozir kamerani suvga kirmasdan sekin orqaga qaytaman. To'lqin kelyapti. O'rtoqlar qochamiz-da. To'lqin kelyapti. Ko'rdinglar. Ana yerda ko'mib qo'yardim mana vaqtida qochdim. Xullas mazza o'rtoqlar, kelinglar. Men bo'lsam sho'ng'ida. Video ishda davom etamiz, ha. Bancha hozir botdan chiqib yana qayergadir yuramiz ssenariyolarga. Balkim boshqa plyajga boramiz, ha. Kuzatishda davom etinglar. Voy, to'lqin mazza ekanligi. Hammaga xayrli kech, aziz o'rtoqlar, tinchmisizlar? Biz yana efirdamiz, ha. Ancha yursak ham, yo'l yursak ham, mo'l yurdik, xudo xolasa kelib oldi. Asl bilan mana hozir quyosh botishini tomosha qilamiz dedik. Faqat havo bulut ekan, o'shanga endi quyosh botishini ko'ra olmaymiz. Sizlarga ko'rsatmoqchi edik. Buyurgani endi keyingi safaringiz shu, agar quyosh ochiq bo'lsa, keyingi safar yana kelamiz. Ertaga, indinga, balkim ertasiga hali ko'p shotdamiz. Vaqtimiz bor, balkim quyosh chiqib qolar. Chiroyli zakatni olamiz, xudo xolasa. Bizda hozir ujin ketyapti. Magazindan ovqatlar olib chiqdik. Mana bu suv, non, mayda-chuyda oldik. Hozir ovqatlanib olsak, sizlarga narxlarni ozgina tanishtirib o'taman. Mana bu ovqatni nechga oldik o'zi? 49 ga 39 ga 42 ga oldik. Ikkita 42 ga. 42 batdan oldik mana bu ovqatlarni. Chips oldik. Chips 30 ming. Chipsmi? 27. Yo'q, 35 yuandan ikkita. 35 yuandan. 33 dan ikkita oldik. Ham chekdik. Katta kola oldik. Hop, mana chekdi. 2 litrlik kolani nechga oldik? 42 dan olamiz bularni. Kola oldik. Kola nechga pulga? Kola. Bu yozmagan kola. Ovqat 42, kola 27, по-моему, 27 edi. 30 dan oshig'idi. 37 mi? Mana bunaqa chips oldik. 33 danmi chips? 33 dan. Ikkita oldik, non oldik. Yo'q, 35 dan ekan. 35 dan chips, mana bunaqa stakan oldik. 18 ga 8 ta dona, 8 dona bormi? Xullas, mayda-chuyda qildik, yegani. Yo'q, u 22 bo'libdi mana. Ujin qilish uchun 22 ligidan oldik. 22 bat. Общий nechi bat? Общий 257 bat ketdi. Mana bu yerda kurski dollarga ham yozib qo'yaman. Xo'p, biz ovqatlanib olsak, hozir yana videolar qilamiz. Afsus, quyosh botishini ko'ra olmadik. Mayli, yoqimli ishtaha.
Do'stlar, biz hozir marojniy yegani keldik. 80 bahtdan. Hozir ikkita marojniy olamiz. Qaysi biri? Nutella. KitKatni. Yo Chocolatella. Only this 80. This Same. Короче, hammasi bir xil ekan. Bu yoqda ham bor. chokoladlangan. One chocolate, one Nutella. Короче, asl buni tanladi, men buni tanladim. Mana, bat. Batlari. Prezident rasmi. Prezident emas, bu qirol, bu yerda mana. Qirol, ha, qirol. Mana ham bu. Burada mana. Mani короче oyoqlarim chivin chaqib tashlaydi, qaranglar. Shishib ketgan, qaranglar. Blin, 2 minutda chaqib tashladi, yeb tashladi oyoqlarim. Shishib ketyapti. Mayli, taylanishini ko'rasizlar yana, bizaniki ketyapti. Akani o'zi oldin boru remontda ishlagan tamomda. Malar bo'lgan bundan. This Nutella, yeah? Yeah, Nutella. Oh, thank you. Mana o'rtoqlar marojniyimiz. Ko'rishinglar mumkin. Meniki tayyor. Hozir yeb ko'ramiz. Bizani Gangadi marojniydan ancha yaxshi ekan. Bizani pulda bir 20 mingmi shunaqa bo'lyapti. Atak вообще мощный. Мороженое mazasi вообще мощный. Bomba, короче. Hammaga xayrli kech, yana bir bor biz hozir ujin qilib marojniylarni yeb, Karon degan sohil bo'yiga kelib oldik. Yo'lni chetidamiz, dam olib o'tiribmiz. Xullas, bugungi kunimiz zo'r o'tdi. Ko'p joylarga bordik, aylandik. Ovqatlarni ko'rdik, har xil reniklarga bordik. Bu yerda ovqatlari ham ajoyibda. Tomosha qilib chiqsangiz o'zi muzeyga o'xshaydi, bor. Shu bilan почти bugungi kunimiz tugab qoldi. Balkim hozir aylanib yana nimadirlar ko'rib qolsak, syomka qilamiz. Agar bundan keyin video bo'lmasa, deneymiz, gastitsiyaga ketgan bo'lamiz va ertalabdan yana xudo xolisa chiqib syomkalar qilamiz. Atak bu yerda kechasi bilan hayot davom etadi. Hech kim deyarli 90%, 80% odam uxlamaydi. Bu yerda kechasi bilan yurib, aylanib, klub, короче, o'sha aytgan gapim. Odamlar kayf qiladi bu yerda. To'g'ri qilib aytganda kayf qilishadi. Lekin hozir ham mana ko'rib turibsizlar, shahar qaynayotibdi. Mashinalar tinmayapti. Soat 8 bo'lyapti. Endi odamlar plyajdan keyin ujinga, kafega chiqib, ko'chalarga chiqib aylanib yurishibdi. Hozir yana kontent bo'lib qolsa, syomka qilamiz, xudo xolisa. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. YouTube'imizga podpiska tashlab, komment, like bosib qo'yasizlar. Tailand haqida, to есть turizm haqida gapirmoqchiman. Tailandda turizmi haqida. Tailandda turizmi shunaqa zo'r rivojlanganki, kichkina mana bu shaharlarni ham, kichkina ostrovlarni ham, orollarni ham juda ham zo'r infrastrukturasini juda ham cho'tki qilib qo'ygan.
odamlarga hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi hech nima. Misol uchun hamma narsa по порядку. Misol uchun yo'llari tep-tekis, yo'llarni qilib qo'ygan. Har qadamda kafe, har qadamda mana bunaqa reyniklar, xullas mevalar, ovqatlanadigan joylar, rent-a-karlar, mashinalarni arendaga oladigan, bayklarni arendaga oladigan joylar. Misol uchun kayf qilaman siz, kayf qiladigan joylar. Hamma narsani joy-joyiga qilib, cho'tki qilib qo'yishganda, odamlar keladi, prosta dam oladi bo'ldi. Hech qanaqa qiyinchilikka uchramaydi. Anunga bor, mamnunga bor. Anuni so'ra, mamani so'ra, hech narsa shart emas. Tars kelding. Kakishdik dam olasan, pulini to'laysan. Misol uchun yo'lda yurasan, hech qanaqa chuqurlarga tushmaysan. Hech qanaqa adashib qolmaysan. Kartalar cho'tki ishlaydi, yo'llar cho'tki tuzilgan. Odamlarni yurish uchun даже mana bunaqa trotuarlar ham cho'tki qilingan-da, даже. Gastitsalar cho'tki joylashgan, hammasi aql bilan qilingan deb o'ylayman. O'shaning uchun ham bu yerga turistlar juda ham ko'p keladi. Chunki bu qulay, ham arzon, ham joylashuvi zo'r. Bularni o'zi ham, odamlarning o'zi ham shu narsaga harakat qiladiki, turistlarni yana kelaverishiga o'zliksiz sababchi bo'lishadi. Chunki har bitta odam bilan, har bitta mijoz bilan kulib muomala qilishadi. Har bitta odam bilan chiroyli muomala qilib, o'zliksiga jalb qilib, xullas zo'r emotsiyalarni qoldirishadi-da. Ko'proq qaytib yana kelishsa, shu yerda esida qolishsa, shu yerda esida qolsin, yana qaytib kelsin deb ko'proq mana shu harakat qilishadi. Xudo xolisa bizda ham menimcha shunaqa narsalar rivojlanadi, sekin-sekin. Odamlarimiz baribir bizani o'rganish kerak, ancha turizmni rivojlantirishni, turistlar bilan qanaqa muomala qilish, hammasini baribir rivojlantirishimiz kerak. Chunki bizga ham turizm juda ham kerak. Bizda ham turistlar keladigan, turistlar dam oladigan, turistlar mazza qilib ketadigan joylarimiz ko'p. Lekin infrastrukturamiz sal talabga javob bermaydi, qiynaladi turistlar. O'shaning uchun mana shunaqa davlatlardan ozgina o'rnak olib, zo'r anaqalarni ishlab chiqsak, planlarni xudo xolisa menimcha bizani O'zbekistonda ham rivojlanib zo'r bo'lib ketadi deb o'ylayman. Как Tailanddagi mana misol uchun. Ko'ringlar o'zingizlar, odam shunaqa ko'p, har xil millat. Arabiy ham yuribdi, misol uchun angliychani ham yuribdi, ruslar ham juda ko'p. Hamma millatdan kelishganda. Yaponlar ham yuribdi. Dunyoning hamma burchagidan bor xullas. Bizda ham xudo xolisa shunaqa o'ringa chiqishadi deb o'ylayman, xudo xolisa.